Ujinga tarelkamizni tayyorlaymiz. Ozmoqchi bo'lganlar yaqinroq o'tiringlar. Birinchisi grechka, kletchatka. Organizmga energiya beradi va tez och qolmaslikka yordam beradi va qonda shakarni sekin ko'taradi. Ikkinchi bo'lib mol go'shti ketadi. Buni men umuman yog'da pishirganim yo'q. Suxoy skavorotkaga go'shtimizni qovurib olib, ketidan ozgincha suv quyib dimlab qo'ydim. Farsh go'shtimiz bu chisti protein. Mushaklaringizni saqlashga yordam beradi. Ozayotgan paytingiz mushaklaringiz yo'q bo'lib qolmasligi uchun bu yordam beradi. Suvda pishirilgan sabzavotlar. Mana bunaqa upakovkada bo'ladi. Men ularni sotib olib, suvga sovib olib, pishirib olaman 10-15 minutga. Bularning hammasi vitamin C ga boy. Immunitetingizni mustahkamlashtiradi. Avokado bu foydali yog'lar. Yuragingiz uchun ham foydali. Buni yeganlaringizdan keyin yuraklaringiz tuk-tuk qilib uradi. Yarimta bo'lagi butun kunga yetadi. Shunaqa chiroyli to'rab qo'yamiz. Bularning foydasini oldingi videoda aytganman. Kirib ko'rishingiz mumkin. Tarelkamni aysberg bariklari bilan to'ldirdim. Bir qoshiq kunjutimiz foydali yog'lar va minerallar beradi. Tadam! Bugungi PP ujinimiz tayyor. Ko'proq retseptlar uchun menga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Menga esa yoqimli ishtaha.